Hop, assalomu alaykum, qadrli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan JavaScript'dagi operatorlar mavzusini yaxshilab o'rganib olamiz. Hop, kelinglar. Operatorlar, arifmetik operatorlardan boshlaymiz. Ya'ni bu qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish va mana foiz belgisi va ikkita yulduzchalar nima ekanligini bilib olamiz. Keling, buning uchun bizga ikkita raqam kerak bo'ladi. Number 1 10 va number 2 5 ga teng. Ular number tipida bo'lishi kerak. Hop, keling, birinchi ularni qo'shib ko'ramiz. Console.log number va number 2 ni qo'shadigan bo'lsak, bu bizda 15 chiqadi. Hop, keyingi qiladigan ishimiz ularni ayirib ko'ramiz. Number 1 va number 2 ni ayiradigan bo'lsak, bizga mana 5 chiqib kelyapti. Tak, keyingisi ko'paytirib ko'ramiz. Number 1 va number 2 ni ko'paytiradigan bo'lsak, bizda 50 hosil bo'lyapti. Chunki rostdan 5 ni 10 ga ko'paytirsak 50 va oxirgisi ularni bo'lib ko'ramiz. Ya'ni 5 ni 10 ga bo'ladigan bo'lsak 2 hosil bo'ldi. Xo'p, keling buni ko'rib olamiz. Mana rostdan ham 15, 5, 50 va 2 degan javoblar keldi. Demak, hammasi to'g'ri ishlayapti. Bu yoqda biz ko'paytirish, ayirish, qo'shish va bo'lishni ko'rib oldik. Endi keling, foiz belgisini ko'rib o'tamiz. Misol uchun, number 1 ni foizdagi hisobi va number 2 nimaga teng bo'lyapti? 0 ga teng bo'lyapti. Nima uchun bunday bo'lyapti? Foiz o'zi nima qiladi? Foiz bu biron bir sonni A sonini misol uchun B soniga bo'lgandagi qoldig'i. Mana bu A son number 1 ni number 2 ga bo'lgandagi qoldig'i degani. Misol uchun 10 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsak, qoldiq 0 ga teng hisoblanadi. Ya'ni qoldiq yo'q. Qoldiq qolmaydi, chunki 10 5 ga bo'linadi, 2 chiqadi. 10 ni o'rniga agar 11 bo'lganda edi, misol uchun keling, mana bu number 11 deydigan bo'lsak, bu yoqda num2 5 ga teng bo'linsa, o'sha qoldig'i 1 chiqadi. Keling, buni ham tekshirib ko'ramiz. Qoldiq mana 1 chiqdi. Demak, foiz belgisi nima ekan? Biron bir songa bo'lgandagi qoldig'iga teng ekan. Menimcha tushundingiz. Endi ikkita yulduzchani ko'rib o'tamiz. Console.log. Hop, keling, 3 raqamini ko'paytirib ko'ramiz. Ikkita yulduzchaga 2 ga. Javobini ko'ramiz. Javobi mana ko'rishingiz mumkin. 9 chiqdi. Ya'ni bu nima degani? 3 ning ikkinchi darajasi degani. 3 ning ikkinchi darajasi nima degani? 3 ning ikkinchi darajasi ikkita 3 sonining ko'paytmasi degani. Ya'ni 3 kar 3 9 ga teng. Mana buni 3-chi daraja qilib qo'yadigan bo'lsak, endi bu nechaga teng bo'ladi? 27 ga teng bo'ladi. 3 ning 3-chi darajasi, ya'ni 3 ta 3 ning ko'paytmasi degani. Hop, mana ko'rishingiz mumkin. Darajani ham o'rganib oldik. Xo'p, demak JavaScriptda mana shular arifmetik operatorlarga misol bo'lar ekan.